Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm aziz muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık karındaşlarım. Bugün yeni bir kıtım sizler bilen mülaqat oluşuqa nisip kıygan, müşküllerge ulaştırgan Allah'a hamd eytiş bilen ve hemminlarni Allah'ın güzel salamları bilen salamlaş bu söhbetimni başlayman. Bugünkü tema körüp turgunlaryk milli sezgürlük, siyasi sezgürlük, döwletçilik eni ve abahoculuk. Bu abahoculuk degen bu sözdeki abak tilimizde arkalı atılıp bilebatıdı. Abbahoca dätimiz, abbahoca dätimiz. Ve keyin bunu qaysydyr bir kitapta apak yoki appak emas, abak ekenligini, yani p emas, b ekenligini da'vo qilgan. Shu bo'yicha balkim to'g'risi shudur deb abahoculuk dedim. Atalgının kelip çıkışı tariximizde bilingen aqtaqlıqlarının hocası abahocudan kelabatıdı. Bu bizning siyasi literaturamiz üçün yeni bir atalgı. Bu mening bir hassam bu siyasi literaturamizga yeni bir atalgı hassi qo'shdim. Hassi qo'shdim debli bir atalgıni ekirgili bo'lmaydi. Agar onun asası puttirib turish zemini bo'lmasa, o tutmaydi. Abahoculuk köpçülükning bilginiga o'xshash hammamizga tunuşluq bo'lgan abbahoca. İçki ziddiyatda g'olib kelanmaganda yoki yengib chiqishga ko'zi yetmaganda düşmanni boshlab kelish degan ma'noni beradi abahoculuk. Buni kelgusida Uyg'ur tili izohlik so'zligiga kirgizishga to'g'ri kelganda bu so'zning, bu atalg'ının izohati shu: ichki ziddiyatda g'olib kelanmaganda yoki yengib chiqishga ko'zi yetmaganda dushmanni boshlab kelish, dushmandan yordam so'rash, dushman bilan ittifoqdoshlik o'rnatish, mana bular bu atalg'ının ta'biri. Abahoculukni nima uchun milliy sezgürlük, siyasi sezgürlük, dövletçilik eni bilan birlikda tilga olamiz? Agar milliy sezgürlük, siyasi sezgürlük, dövletçilik eni yeterlik bo'lganda abahoculuk ko'rilmaydi. Buni boshqa millatlarning kechmishidagi misollar orqali ko'rib yetalaymiz. Aziz millatimizda baxtga qarshi abahoculuk umumiy ahvol deyishga majburman. Millatimizda nihoyatda arzimagan bir ish uchun qaydishib qolganlarni darhol qarshi maydonga o'tib ketadigan ahvolning umumiyligini burundan deb kelyapman. Peshqadam yozuvchilarimizdan Ahad Turdining tunji romani Unutilgan kishilarda. Jangalda yoshirinib yotgan qo'zg'olonchilardan birini yurtqa bir ish bilan avatiyotganda yigitlardan biri chaqchaq qilib, kelishingda singlingni og'ach kelasan deydi. Mana shuning bilan ish bilib ketgan yigit ishni qilmayli qolmay darhol dushman tarafga o'tib, qo'zg'olonchilarning yoshirinib olgan yerini dushmanga aytib beradi. Bir abahoculuk. Uhsinishdiki bu toplamni yaqinda nashr qilgan xabarlar bor. Tep qo'ymabdiman, mani boshlashdan burun. Uhsinish degandiki, mushkunda Turkiyadagi Uyg'urcha kitob sotadigan kitobxonalarda mavjud.
Uhsunuştiki Asi Bendiler namlı postda Qozgılançı qoşun içideki 2 yaş yurtvazlık tüpeylidin konu macerani qozgap ya sen tu ya men deydigan yerga yetişadi. Neticede birisi qaydab qo'shindan ketadi va oldiga uchirgan tunji Xitoy chirikiga darhol ahvol aytib, to'polonchilarning nadiligini biladiganligini aytadi. Yana bir abaxo'jalik. Bu balkim kitobda shunda yozib qo'ydinglar, yozuvchilar to'qib chiqadi deyishing mumkin. Bu turmushda bo'lmasa, turmushda umumiy ahvol holatiga kelmagan bo'lsa, bu adabiyotda aks etmaydi qarindoshlar. Endi amaliyotda ko'rilgan abaxo'jalikdan bir misol. Hasan Mahsumning abaxo'jaligi. 98-99 yillari Hasan Mahsum vatanga yo'lga selinayotgan yigitlarga shunday tapalabdi ekan. Vatanga borgandan keyin agar demokratchilar sizlarga yaqinlashib, birlikda harakat qilayli desa, ma'qul deb qo'yib, sirlarini bilib olinglar. Ondan Xitoylarga deb qo'yib, Xitoylarning qo'li bilan yo'qotsanglar, savob bo'ladi. Zalimning qo'li bilan yo'qotish degan mana shu. Mana bu mu naq abaxo'jalikning o'zi. Shunday bo'lsa-mu, yana uning deganlarida jiddiy xatolar bor. Bu abaxo'jalikdan boshqa zalimning qo'li bilan yo'qotish faqat Allohga xos bo'lgan qudrat va hikmatdirki, u Hasan Mahsumdeklarning ishi emas. Bendining ishi emas. İki zalimni urushtirish bendining qo'lidan kelmaydi. Bu yerda zolim deyilayotgan bir taraf o'xshashli mazlum, ma'sum, ojiz bo'lib, ularni Xitoyning zulmiga qarshi turadiganlardir. Ama ichki ziddiyat yoki xo'jayinning topshiriqi tufayli bu abaxo'jalik maydonga kelgan. Endi boshqa millatlarning ichki ziddiyat va do'st dushman ziddiyatidagi tabiiy inkaslarini kuzatib baksak, kinolardan kuzatalaymiz buni yoki kitoblarda ko'ramiz o'xshash ahvollarni va yoki turmushimizda kuzatsak bo'ladi. Mening bu yerda ko'pchilikning samiga diqqatiga havola qildig'im 2-Dunyo urushi davri. Xabaringlar bo'lganidek 2-Dunyo urushi davrida Yevropa quruqligidagi natsist ishg'oliyatida qolgan nurg'un davlatlardan qochqanlar Angliyada panohlangan. Bularning ichidagi ishga yaraydiganlarining hammasi qarshilik harakatlari uchun tarbiyalangan. Tabiiyki kelgindilar bilan o'yigisi orasida tanglik bo'lmaydi. Xuddi shunday bo'lgan. Angliyaliklar panohlanuvchilarni o'zlari bilan tang o'rinda ko'rmaslik, kamsindirish, doimiy muomalalardan chinib Hatta ularning orasida doim degidek qonliq mushlashlar bo'lib turadi. Ammo ularda mana shu kichik ziddiyatga qaratilgan ochiqida natsistlar tarafga o'tib ketganlar ko'rinmaydi. Ular doim bu tengsizliklardan hasratlanib tursa-mu, vatanlaridan ayrilgan ahvolda Angliyaning panohlik bagini va o'rtaq dushmanga qarshi tarbiyalab, ishqa selishidek asosiy qimmatni ayriya olgan. Ochiqini ishiga yutgan, cho'ng dushmanga qarshi turish ishiga ta'sir yetkazmagan. Agar bunda hol bizning beshimizga kelsa, Alloh saqlasin. Shuningga shohid bo'ldikki, turishliq davlatlarda ish bajarish, boj masalalari, chunki g'arbda boj nihoyatda jiddiy bir masala. Bu chaqchaq qiladigan masala emas. Qonundagi saloyimaydigan qattiqlik qatorliqlar jiniga tekkan Uyg'urlardan bu haqdan Xitoy ming yaxshi ekan deganlarni bevosita anglashga to'g'ri keldi. Aslida bu bir turli abaxo'jalik. Bugungi kishilarimizda ko'rilayotgan abaxo'jalikning kulimi zo'r. Turini aytib, qatlamlari murakkab ekanligini har doimli ko'rib turmoqdamiz. Ko'p takrorlaganimdek, milliy psixikimizda biror do'stimizdan qaydab og'irnib qolganimizdami?
bizning siyosiy yo'limizni, mavqemizni tanlashimizga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni ash qiydaşçılıkta çoqumki qarshi qutupni yaratamiz. Amaliyotda mana bumu bir turlik appa xo'jalikdir. Biror tashkilotda vazifadan qoldirilganlar. Chiqarib etilganlarning dushmanlik faoliyatlarimi bizga normal tuyulgandan boshqa ularga taraf bo'ladiganlarmi doimli tepilib turdi. Buningda diqqat qilish zarur bo'lgan bir necha muhim nuqta bor. Biri, mana shu tashkilotdan chiqarilganlarning o'zidagi appa xo'jalik. Sen teşkilatdaki çağda o yerdeki adamlar sağlam görüngen. Teşkilat mı yaxşı idi? Yaxşı demisan qatnaşmaydan elbette. Sen çıkırılga hamalla adamlarının hemmisi eski olgan bolsa, teşkilat mı naçar olgan bolsa, bu qanday erkekçilik? Yana biri, bu kişilerge taraftarlık. Taraftarlık kılgıçılardaki seviyesizlik. Bunu en insaf bilen atsak seviyesizlik deyişki doğru keladi. Bo'lmasa siyasi korluk, hatta münafıklık deyiş mümkün. Mana bu yerga kelganda siyasi sezgürlük, milliy sezgürlük, davlatchilik eng mazmunlaridagi amaliy bir imtihon bilan yuzma-yuz kelamiz. Qaranglar. Bu resimni qaranglar. Resimdeki Türkçe yazılgan ibarelerde vatanimizni, anamizni, sizning anangizni Xitoyning deydi. Xitoyning deydi. Hatta xato bo'lib qopti, atalmış degan so'zni unutib qoptiman degan deb yolvorishlarga qaramay, bu kishi davomli buning to'g'ri ekanligida ching turadi. Aytavur diplomatiyada, bu qanday diplomatiya men tabi bilmadim buni. Diplomatiyada ba'zida ashundaqmi atarmish. Bir da'vochi o'zi da'vo qilayotgan zaminni dushmanning deb atarmish. Bu qarashda hozirgacha ching turadi. Mana shuningga jiddiy tarafdor bo'layotganlar mavjud qarindoshlarning ichida. Mana shunday odamlarga jiddiy yo'sinda tarafdor bo'layotganlar mavjud. Bu odamlardagi milliy sezgurlikning, siyosiy sezgurlikning tuyanligimi bu? Yoki munofiqlikmi shimi? Buning mushundaq ikkili sababi bor. Ya munofiqlik, ya sezgurlikning tuyanligi. Üçüncü bir sebebi yok. Çünkü eğer vatanimiz zeminini Xitoyning deyishni normal deb qabul qilsak, odatdagi bir ish sifatida ko'rsak, u holda bu da'vo tugagan bo'ladi. Bu aqalli siyosiy savat bilanmi sabit bo'la oladigan oddiy reja. Agar siz bir tuproq parchasini Xitoyning deb qabul qilgan ekansiz, bu e'tirofdan keyin yana nimani da'vo qilasiz? Xitoyning zaminini mening deb da'vo qilgan bo'lasiz. Mutahamlik qilgan bo'lasiz, ushuqlik qilgan bo'lasiz, beshamlik qilgan bo'lasiz, yo'lsizlik qilgan bo'lasiz. Yıllardır qilayotgan da'voning eng muhim nuqtasi nima? Eng muhim nuqtasi nima? Nima deb da'vo qilyapmiz? Bu zamin Xitoyning emas, bizning degandan iborat. Bu da'voning negizi bu. Bunu tushunmasangiz, sizga bu ko'chada nim bor? Nim bor bu ko'chada sizga? Agar tushunib turib tarafdorlik qilayotgan bo'lsangiz, appaxo'chilik bu. Hatta tarafdorlik qilmay, uni mushu da'vo sifatidagi kishilardan biri deyishmi, o'xshashli sababsizlik. Siyosiy ko'rlik, milliy sezgurlikning nurdan tuvanligidir. Bundaq bir munofiqona ifoda to'rda ko'rilgan hamalla bu adam tükürüp taşlanışı gerek. Milli sezgürlükümüz normal bo'lganda, siyasi sezgürlük deydigan bir an parçası bo'lganda,
Elbette bundaq adamlarni yanılı qatarda sanaş emas, kögen yerde tükürsek doğru oldu. Ama ularga taraftarlık kılıvatkan, hatta onunkini teximi toğurdek durdu degichilar appahuculuk kılıvatkan oldu. Ular şahsiy xapılıklarını, şahsiy açıqını çıkarıp elişini, mana şundaq prinsipar mesele bilen arlaştırıp koyganlar olup, dal appahuculukning maytidimi, ana şunun oqşaydı. Ana şunun oqşaş bir arlaştırıp koyaş yatıdı. Appahucunun qiyğını mı dal şu? Endi qarindoshlar, bu resimni qarayın. Körüp doğununladek bir tamgı. Şarkı Türkistan sürgündü hükümetinin tamgısı dep 10 yıllap getirip жүрілген bir tamgı. Qani siz bir milletçi olsanız, milli sezgürlüğünüz olsa, dep bek. Bu tamgıda nima xata? Bir devletning, bir hükümetning tamgısı qanday bo'lishi kerak? Devletçilik eňiňizni bunun bilan imtihon qilib beqing. Muşunu hükümetimizning tamgısı dep getirip жүрgenlerini bizge, sizge, milletimizge vekillik kılıdı diyelemsiz. Muşundaq adamni bizning davamızni, sizning davangizni, xalqingizning davasini, milletimizning davasini kılıdı dep ishonemsiz. Yana muşundaq adamda aqalli milliy his tuyg'u borligiga ishonemsiz. Eğer yanılı ishonadigan bo'lsangiz ve muşundaq birini yanılı qatardagi biri hisoblasangiz, demek sizning bu milliy his tuyg'ularingiz kesel demektir. Ötkende bir videoda bu resimler ko'rsatilib, mulohazalar berilgan. Lekin faktlarga tayangan mulohaza bilan hech fakti bo'lmagan tuhmatlarning farqini bilgidek odam yo'qmi qanday? Deb qag'idekla vaziyatda ekanmiz. Bir g'alati bir vaziyatda ekanmizki, fakt bilan deyilgan gap bilan tuhmatning farqini ajrig'idek odam chiqmaydi ekan. Qarindoshlar, tamchi suvda quyoshning aksi ko'rinadi. Bo'ladigan ziraat ko'kidan ma'lum degan tamsillarimiz var. O'ylab ko'ringlar. Mulohaza yurgizinglar. Biz nimani da'vo qilyapmiz? Nima deb da'vo qilyapmiz? Biri da'voning asosiy tutqusini sundiribmi, yanada da'vochi bo'laversa, qanday da'vo bu? Prinsipi bormi? Qonuniyati bormi? Eg'i bilan beg'i bormi? Yoki e'timati yo'q biljirlashmi? Nima bu da'vo? Bu kadar faktlardan kiyinmi şahsiy munosabatlarga tayangan tarafdorliklardan voz kechmaganlarni nima deyish kerak? Jenimiz halqimimizga kelgan. Mushu minutlardimi? Hozir shu jenimiz halqimiga keldi. Qarindoshlar, umumiy bir millat ulusida jenimiz halqimizga keldi. Bizning vaziyetimiz mana shunday bir vaziyat. Mushunday bir vaziyatdami? Mushunday bir hal qilg'ich momentlardami? Shaxsiy munosabatlarni asos qilgan da'vochilikni davom qilamizmi? Yoki da'voning tabiiy qonuniga amal qilamizmi? Yangi davrning appahujullari taraflarning ko'payishiga moyillik ko'rsatayotganlikdan mushunday bir munofiqnimi, da'voga hech aloqasi bo'lmagan odamlarnimi taraflardan biri deb qabul qiladi. Agar bizda davoni haqiqiy tushunadigan, davoning tabiiy ham ichki qonuniyatini tushunadigan bir prinsipchan milliy sezgurliklar o'yg'ab, siyosiy jihatda sezgur da'vochilik kulturi yetilmasa, mangu yog'inchoqqa qo'shgan eshakdek joyimizda cho'klayveramiz. O'tganda yana bir resimni ko'rsatgandim. Hozir yana ko'rsatay bu resimni. Belki artık ketmez. Mana.
Mana bu Şarkı Türkistan sürgün hökümetining ish qog'ozi deyilgan narsa. Buningdagi Uyg'urcha deyilgan yoziqqa qarang. Uyg'urcha deganini bilmay, Uyg'urchani Arabcha deb ataydigan bu kishi yoki kishilar yoziqimizga, milliy kimligimizning bir parchasi bo'lgan yoziqimizga, ona tilimizni xotirlaydigan belgi bo'lgan yoziqimizga xuddi Xitoylardekla masxirlik muomala qiladi. E'tiborsiz bir narsa hisoblaydi. O'g'o davoni shirkatga aylantirib olgan bir munosabatsizning tutumi ekan. Sizning inkosingiz qanday? Bunun bilan siz milliy sezgurligingizni, siyosiy sezgurligingizni, davlatchilik eningizni imtihon qila olasiz. Buningga sizning achchig'ingiz kelayotamdi, kelmayotamdi. Buni anchikib ishlab qarayapsiz yoki jiddiy bir prinsipal masala deb qarayapsiz. O'zingizni sinab boqing. Bu bir imtihon bo'lsin. Agar bu qiliqni g'ururingizga tegmagan bo'lsa, o'zingizning tuyg'usizligingizga hukm qilsangiz bo'laveradi. Ammo shu holdami yana mushundaq odamlarni da'vo sepidagi bir shaxsiyat o'tirdi bo'y ko'rsatayotgan da'vochilardan biri, taraflardan biri deb qabul qilishni ching turadigan bo'lsangiz, u holda yangi zamonning oppoq xo'jalaridan biri bo'lgan bo'lasiz. Yangi uslubdagi oppoq xo'jalik bu. Qarindoshlarim. Bir millat agar siyosiy da'vo ilib berayotgan bo'lsa, cho'qim ma'lum siyosiy sezgurlikka ega bo'lishi shart. Shunda bo'lganda da'vosining tabiiy qonun prinsiplariga amal qila oladi. Sezgur masalalarda salochilik maydoni bilan emas, prinsip bo'yicha muomala bo'la oladi. Davasida prinsipchan bo'lanmaganlarning da'voga foydasi bo'lishi mumkin emas. Haq degan birla. Ikki narsa orasida haq hukm qilishda prinsipchan bo'lmasangiz, haqni ayirib chiqolmaysiz. Yaxshichaqlik bilan haqiqatga hukm qilish mumkin emas. Haqiqatning qilichi keskin. U ba'zida birlarining beshini kesishi mumkin, ba'zida qo'lini. Hech kimga suvashmasdan orliqlardan o'tadigan avrishim bo'lsa, uni haqiqatning qilichi deyish mumkin emas. Bu sizlar ko'rgan bir rasm. Yana bir rasm. Bu rasmni sizlar ko'rgan. Bu rasm surgun hukumat logosi degan bir sifat bilan ishlatilmoqda. Buningda sezgurligimizni sinaydigan bir narsa bormi? Qarab boqaylik. Yana bir imtihon, qarindoshlar. Qanchalik milliy sezgurligimiz var, qanchalik davlatchilik engimiz var. O'zimizni sinab boqadigan bir imtihon. Gerçi bu o'zi-bilan o'zi davolgan atalmış bir hukumatning logosi bo'lsin-mu? O'zi buni shaxsning emas, hukumatning deb qabul qilgan ekan, u holda qanday bo'lish kerak edi? Bilardinglarmi, bilmadinglarmi? Cho'qimki bu imtihonda 0 oladiganlar az emas. Hukumat logosi deyilgan bu rasmning ichida bir shaxsning ismi bor. Shaxsning ismi. Buni mushu yo'sinda sizgan aqlgimi, buni bugungacha his qilmay normal qabul qilgan aqllargami rahmat aytishimiz bu to'g'ri kelamdi qanday? Qarindoshlar. Rahmat aytaylik bularga. Mana shu rasm, mana shu hukumat belgisi deyilgan rasmga shaxsning ismini kirgizib olishning o'zida bu atalmış hukumatga va bu shaxsga baho berishimiz uchun tamamen yetarli aslida. Lekin bizdagi shaxsiy munosabatlarni siyosiy tanlashlarimizning mizoni qilib oladigan ajoyiblik tufaylidan hozirgacha to'g'ri baho, to'g'ri yakun chiqarilmadi. Bular turmushimizda, siyosiy hayotimizda kundalik ko'rilib turayotgan odatdagi putlashlar, odatdagi ifodalarimiz bo'lib, bulardan qarindoshlarimizning o'zining da'vochilik sifatiga, siyosiy va milliy sezgurligiga, davlatchilik eniga baho berib chiqishini so'rayman. Mana shunday narsalar orqali o'zingizga baho berib boqing.
Bekcik turmuşumuzda bunda üzümüz baha vereleydigan şunday imtihanlar. Mesela siz bir Uygur ekensiz. Kompüterinizde Uygurca barmı? Uygurca işletemsiz. Şunday imtihanlı bekcik. Biz ciddi bir siyasi dava üstüde ekenligimizge işensek, bizde ciddiyet duygusu buluş gerek. Öz işimizde özümüz uyum muamelesi kılmasligimiz gerek. O halda bir qeydişip qilishga tayinib siyasi meydanımızını belgileyip yetadigan yengilteklerden saqlana alaymiz. Bu yengilteklikler içki ziddiyette galip gelish iştiyaqı bilen düşman sepide hata sepde yer ilişlarının appa hocalık bo'ladiganligini o'ylashimiz kerak. Belki mening bundaq deyishimga, bundaq atışımga ciddi qarshiliklar tug'ilishi yo'qmi? Mening tavsiyam shu. Undaq bo'lsa siz o'zingiz o'ptaraq o'ylanib bir ta'bir berib beqing. Yuqorida paketlar asosida muloyizaga nishon bo'lgan shaxslarga tarafdor bo'lishingizni qanday tushundirsiz? Buning to'g'riliq qayerda? Qarindoshlar, mush so'zlarimdan keyin bo'lsa-mu, öz ish harakatini kuzatib, tekshirib, foyda ziyon masalasini o'ylanib, baho berib turishni tavsiya qilaman. Shundaqla atrofimizda bo'layotganlarni ciddi bir tarafsizlik tutumi bilan zansilib baho berib turishinglarni tavsiya qilaman. Shuni ko'rsizlarki, milliy ruhimizda mujassamlangan illatlarning eng xatarligi mana shu prinsipsizlik. Siyosiy maydon masalasidami shaxsiy munosabatlarning rol o'ynaydiganligi. Munofiqlar bilanmi do'stlikdan kecholmaydiganligimiz. Bundaq kesel milliy ruh ve kesel siyasi meydan bilen bir milliy davanın sağlam yürütülüşü mümkün emas. Siyasi meydan meselesinde murassasiz bo'lalaganda andın dost düşman aniq ayrıladi. Foyda ziyon aniq ayrıladi. Shaxsning manfaati bilan umumiy milliy chegara aniq ayrıladi. Bular aniq olmasa nishonmi aniq olmaydi. Nishon aniq olmasa siz qanday qilib yetalaysiz bu nishonga? Qarindoshlarning o'ylanish uchun men bu savollarni qoldirdim qarindoshlar. Agar o'xshamagan fikrlaringlar bo'lsa, inkasda yezib yo'llasanglar bo'ladi. Hammanglarga Allohning güzel salamları bo'lsin. Hammanglarga Allohdan muvaffaqiyat tilayman. Xayr xo'sh. Kelar qatim ko'rishgacha omon bo'linglar.